Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga savol, mana yangi fermamiz ko'rsatuvdim. Noldan, ya'ni quruq yerga qurildi. Mana shu joyigacha nech pul ketganini topgan odamga 50 ming so'm paynet sразу shitir tushadi. Instagram, Telegram, YouTube obunachilarga kommentariyga yozasizlar. Chestni o'yin o'ynaymiz. Chestni, ya'ni kim birinchi Instagramda birinchi topilsa Instagramga topdingiz deyiladi. Telegramda birinchi topilsa Telegramga, YouTube'da uchalasini kuzatib turaman. Uchalasiga videoni baravar qo'yaman. Mana videoni tomosha qilinglar. 9 ga 4. Plastiklari, 3 ta led, romla qo'yilgan. Fortichka 4 ta, bitta ko'chaga qaragan, 3 ta hovliga qaragan fortichka. Eslatib o'taman, mana devor bilan mana devor bor edi. Mana devor bilan bu devor qurildi. Mana steshkalari, patologda lomboz yo'q, bez lomboz. Penoplast ekan tepa. Mana tomida bunaqa tumkalari bor mana. Penoplast tepasi. Devor penoblok. Savol ketdi, javobni kommentda qoldirasizlar. Devorlar penoblokdan qilingan. Mana shu G-obrazniy penoblok. Savol ketdi, kim birinchi? Dollarda yozamiz, dollarda, so'mda emas. Qancha pul ketdi birinchi topganga 50 ming so'm sразу tushadi. Javob topilsa topildi deb yozib qo'yamiz hamma ijtimoiy tarmoqlarga. Obuna bo'lib olinglar, YouTube'ga ham, Telegramga ham kirib olinglar. Mana 9 ga 4 quruq yerga qurildi.